Do'stlar, sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlarga yana bitta kerakli va foydali bo'lgan ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Marhamat ko'rib tomosha qiling. Videorolik ma'qul kelgan bo'lsa bitta like bosib, kommentga o'zingiz fikringizni yozdirishni va videoga like bosib obuna bo'lishni unutmanglar kanalga. Xullas do'stlar, Matiz avtomobilni olib kelishdi. Faqat itarsa yuryapti mashina, kalitga yo'q deb. Avtomobil tekshirib diagnoz qilganimizda mashinaga o'tirib kalitni ochganda hozir akkumulyator uzilgan. Kalitni ochganingizda mana bu yerda tablolar yonadi hamma narsasi. Keyin kalitni qo'shganingizda starter o'tolmaydida tablodagi yongan kontrollarni xaralashadi. Ya'ni mana shu holatda mana burab turibdi. Mana shu buragan holatingizda ozgina xaralashadi, qo'yib yuborsangiz yarkilashadi. Mana shunday qilib o'ynab o'rsangiz, nima qilib burab o'rganingizda margat qiladi bu. Lip. Bu narsa do'stlar asosan ikkita holatdan bo'ladi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Qayerdan bo'lishini. Burası do'stlar, mana starterni yechib medalab olganmiz bu yerga. Xo'p, bunaqa holatda bo'lishligini sababi shotkasidan va puskatildan bo'ladi. Hozir buni shotkasini tekshirganimizda shotkaning tishlari butunligi va ancha yana bir hech bo'lmasa bir 2 yil ishlashligi ma'lum bo'ldi kamida. Chunki shotkaning bu tishlari butun ekan. Avtomobilda unaqa qiynalmas ekan. Puskatil bolacha slabый kontakt bo'lib qo'ygan. 5 ta 6 tadan bittasi yurgiziladi bo'lmasa yo'q. Bu narsa do'stlar originali 130 mingdan 150 minggacha turadi. Xitoylari 90 ming, 70 ming, 50 mingga ham bor. Xitoylar ish bermaydi ular. Buni do'stlar bunaqa qilib yangi qo'yib almashtirgandan ko'ra o'ziniki haqiqiy koreyskiy bo'ladi va ichida obmotkasi, ya'ni mis chulg'am ham ichida ko'proq bo'ladi. Ya'ni ishlash muddati uzunroq bo'ladi. Bu narsani mana bu yerda shotkadan minus oluvchi oyog'i bor. Mana shundan kesib tashlaysizlarda yondan payka qilib turib, simop chiqib turib, mana busimda uchini massaga qotirib qo'yasizlar. Hozirlarga buni yig'ib turib, qaysi tomonga qotirilishini ko'rsataman-da, keyin mashinani o'ziga qotirib turib ishlashini undan oldin perimetr orqali ishlatamiz. O'shanda ham ishlashini ko'rsataman. Ko'p ustaxonaga borsangiz bu narsani almashtirib yuborishadi, lekin o'zini qilsa yangidan ko'ra sifatliroq va uzoq muddat ishlab beradi. Do'stlar, mana bitta aylantiring tepa tomonni. Mana starter yig'ildi hozir mana. O'zidan yon tomondan kesib olib chiqib turib buni massani ichine o'ziga qotirib qo'yiladi. Bo'ldi, muammo hal. Endi bundan zamokdek 12 volt plus to'liq keladi va 12 volt massa to'liq o'tadi. O'sha hisobiga puskator 100% tortadi ichkarigacha. Bu tortgandan keyin прямой tok shotkaga o'tadi. Oldi vilka bahavikka tiqib turib vazillat aylantiradi. Endi hozir perimetrkada buni ishlatib sinab ko'ramiz, keyin qolgan joylarni ko'rsatib tushuntirib o'taman. Bu cho'ntakbop variantida arzonroq tushadi, ham sifatli chiqadi yangidan ko'ra. Bo'ldi ishlashi. Zo'r holatda bo'ldi. Endi joyiga qotiramiz buni. Starterimizni joyiga qotirib oldik hozir. Sizlarga nima qilishini ko'rsatdim. Xuddi shu holatda qilib olsalaring sifatliroq chiqadi. Endi hozir yangi puskatillarni koreyskisini topish qiyin. Koreyskida sotgan bilan ichidagi obmotkasida o'ziniki bilan katta farq bo'ladi. Yurgiziringchi. Yengil qo'shyapti endi. Yurgizsam juda ham ajoyib bo'ldi do'stlar. Ichki qismidan ko'rsataman mana endi. Bitta kalitda. Yurishi juda ham ajoyib. Оборотdan past bo'lgan. Aytganim nima, rushnoy, chek, akkumulyator, yog'lardagi qo'shganingizda margat qiladi. Starter qo'shmaydi lekin. O'sha holatda, xuddi shu holatda qilib to'g'rilib olsalaring, starterda yana o'ldim deganda, yo'q deganda 2 yil vashi bezatkazib yuradi do'stlar. Xo'p do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan foydali ma'lumotlar shulardan iborat. Agar videorolik ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Rahmat sizlarga.